Agar haqiqatga tik qaray olmasangiz, ushbu fikrlarimni eshitmasdan o'tkazib yuboravering. Agar qaray olaman desangiz, oxirigacha eshiting, balki bu siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Hozir sizlar bilan jamiyatimiz haqida achchiq haqiqatlarni gaplashamiz. Bu sizning miyangizni og'ritib qo'yishi ham mumkin. Mana Qobiljonning o'ldirilganligi haqida xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tinmasdan aylanyapti. Bir haftadan keyin bu sekinlashadi, bir oydan keyin tamoman unutiladi. Rossiyada esa migrantlarga nisbatan zulm, nafrat o'sha tarzda davom etaveradi. Chunki bu aynan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan harakat. Ba'zi birovlar aytishi mumkin, bitta natsistni deb butun boshli davlat siyosatiga baho berma deb. Lekin men fakt bilan gapirishni yaxshi ko'raman. Aynan davlat tomonidan qo'llanayotgan isboti shuki, Rossiyada Ruskiya община degan bir terroristik, natsistik bir tashkilot bor. Agar Rus hukumatı bunga qarshi bo'lgani deydi, millatchilikni oldini olish uchun qanaqadir bir chora-tadbirlarni ko'rib, mana shu terrorchilik tashkilotini allaqachon yo'q qilgan bo'lar edi. Lekin afsuski ular xohlagancha migrantlarga, deylik, rus millatiga mansub bo'lmagan shaxslarga nisbatan zulm o'tkazib kelyapti. Xo'p, mayli, endi bu Rossiyadagi muammolar. Biz nima qilishimiz kerak? Ulardan aziyat chekmasligimiz uchun biz migratsiyani tamoman yo'qotishimiz kerak. Migratsiyani yo'qotishning yechimi esa ilmda. Endi ba'zi birovlar aytishi mumkin, men ikkita diplomim bo'lsa ham Rossiyaga kelib ishlayapman deb. Baraka topkurlar. Ilm bilan diplom teng kuchga ega emas. Ilm diplomdan ancha keng ma'noni o'zida mujassam etadi. Men ilm deganda haqiqiy ilmni, insonlarga manfaat yetkazadigan ilmni aytyapman sizlarga. Qo'pol qilib aytganda, hozirgi kunda agar pulini to'lasangiz, itga ham diplom beraveradi. Lekin hamma ham ilmli bo'la olmaydi. Shu gapimga 100% javob beraman. Siz qaysi jamiyatda yashamang, xoh u tanazzulga yuz tutgan bo'lsin, siz kuchli ilm sohibi bo'lsangiz, siz hech qachon xor bo'lmaysiz. Albatta sizni e'zozlashadi. Lekin afsuski bizda odamlarning qarashi bunaqa emas. Ilmga nisbatan juda ham past qaraymiz, akalar. Bundan 20 yil muqaddam migrantlik qilib yurgan vatandoshimizning farzandi bugunga kelib ham endi migrantlikni davom ettiryapti. Nima uchun o'tgan davr mobaynida farzandini o'qitmadi? Chunki qarayaptiki, ha bo'ldi, ilmlilar xor bo'lar ekan deb uchta odamga qarab xulosa qilib qo'yapti. Ey baraka topkurlar, haqiqiy ilm olgan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Rossiyada shuncha mehnat qiladi, azobini ko'radi va mana shu hayotni o'zini farzandiga ham ravo ko'rishini qanday qabul qilish mumkin? Bilaman, Rossiyada ishlash juda ham bir qiyin, mashaqqatli ish. Sizlarning azoblaringizni his qilaman. O'zimni qanchadan qancha yaqinlarim shu Rossiyada ishlab yuribdi. Lekin yillar davomida Rossiyada ishlaydi va bir kunda to'y qilib hammasini yo'qotib yuboradi. Voy baraka topkurlar, qaysi mantiq bilan sizlar shuncha mashaqqatlaringizni qanaqadir bitta to'y uchun yo'qotib yuboryapsizlar? Axir bu ayanchli-ku. Mana shu pulni farzandlarimizni ilmiga yo'naltiramizmi? Yo'q. 100 million to'yga ketsa ketsin, lekin 1 million farzandini ilm olishiga yo'naltirishga o'g'rinamiz. Yolg'onmi? Rostku, mana shunaqa biz. Nimaga biz haqiqatni tan olmaymiz? Uyimizda 100 million, 200 millionlik mashina turadi, lekin 10 ta kitob chiqishi ham amr mahol. Mana vijdon bilan aytinglar, kimni uyida kitob bor, 10 ta kitob chiqadi. Juda qiyin. Aksariyat o'zbek xonadonlarining uyida kutubxona degan narsa yo'q. To'g'risini aytishimiz kerak. Bo'lishi mumkin, 10 ta kitob chiqishi mumkin, eski tashlandiq darsliklar bo'lishi ham mumkin o'shalar. Lekin badiiy adabiyot, o'qiladigan adabiyotlarni topish juda ham